Bu safar dachaga 12 kishilik qadrdon ulfatlarga xizmat ko'rsatishga chiqdik. Shahardan bozorlarni olib, dachaga yetib kelishimiz bilan iftorlik uchun qaynatma sho'rvani solib qo'yib, stol ustiga qo'yiladigan narsalarni tayyorgarligini boshlavordik. Og'iz ochilganda yaxshi ketadigan sara mahsulotlardan chiroyli qilib, mehmonlarimiz kelishligiga iftorlik vaqtiga stolimiz ustini tayyor qilib qo'ydik. Og'iz ochilganidan keyin bulyonlari tiniq bo'lib pishgan qaynatma sho'rvani chiroyli qilib suzib berdik. Ikkinchi ovqat uchun ko'p tarmoqli zikrli marinaddan shashlik marinovkalaridan olgan edik. Qo'raga ko'mirni qo'yib, olovimiz tayyor bo'lgunicha shashliklarimizni sixlab chiroyli qilib pishirib berdik. Shashliklardan keyin iftorlik uchun yozilgan dasturxonimizni yig'ishtirib, idish-tovolarni yuvib, saharlikka harakatni boshlavordik. Saharlikka baquvvatroq ovqat bo'lsin deb aytishganligi uchun bahor fasliga mos tushadigan asorti ovqatimizni narsalarini tayyorlab qozonga dimlab qo'ydik. Orada ozgina shirinliklar bilan mevali choylar qilib berisham esdan chiqib qolmadi. Ovqatdan oldin xurstashi baqlajon salatini tayyorlab, asorti ovqatimizni chiroyli qilib suzib berib, xizmatimizni tugatdik. Xizmatimiz narxlari bilan tanishishingiz uchun Instagram direktimga avto javob berishni ulab qo'yganman. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.